Bolalar IT texnologiyani zo'r o'qinglar, kompyuter programmalarni. Shunaqalarni bir deganda topadiganlarni o'qinglar bolalar. Bu internet orqali bo'lyapti. O'qinglar, o'rganinglar. Turolmasdan telefon tutib, Instagram ko'rib o'tirolmasdan. Yoki jiddiyroq operatsiyalarda 40 ming, 50 ming, 100 ming dollarlab chet elga olib ketib davolatib kelishgan. O'qinglar bolalar, qilinglar. Nimaga boshqa davlatda 1 gektardan masalan 10 tonna hosil olsa, nimaga biz 3 tonna hosil olishimiz kerak? Nima biz yerdan chiqqan qo'ziqorinmizmi biz? Nimaga ular 4 marta hosil oladi, biz 2 marta hosil olamiz? Nima biz qo'ziqorinmizmi? Vaholanki ajdodlarimiz bilan maqtanib yotamiz. Ha, Ibn Sino bizniki. To'ppa-to'g'ri. Ulug'bek astronom bizniki. Xo'p, to'ppa-to'g'ri. Xo'p bo'ladi. Sarkarda Amir Temur bizniki. Xo'p, bunga ham xo'p bo'ladi. Alisher Navoiy bizniki. Xo'p bo'ladi. Imom Buxoriy bizniki. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bizniki. Ular nima bo'ldi, biz nima bo'ldi? Solishtirib. Cho'milganda boshidan tushgan bitta tukka ham teng kela olmayapmiz. Yani bugun o'zi mavzu Imom Buxoriy tire buyuk alloma degan mavzu bugun. Ularni yozgan kitobi va hayot faoliyatini eshitib, o'qib, faxrlanib yoki Amir Temurning qurgan binosini ko'rib qo'yib, kerilish bilan nimaga erishamiz? Amir Temur Sarkarda bo'lgan, Libboyni nakanayni o'tkazgan, tizzalatib yuborgan. Lekin bugun bolalar armiyaga boryapti. Qochib yuribdi-yu. Bor armiyaga avtomat tusha qo'lingga, forma kiy, shug'ullan, burus qil, bir erkakligini his qil. Armiyaga bormayapti-yu, o'g'il bolalar.